Hammaga assalomu alaykum do'stlarim. Bugun hozir bir kuxnya montaj haqida ozroq ma'lumot bermoqchiman. Mana kuxnyamiz oboy yopishtirish ishlari ketmoqda va bizning elektrika ishlarimiz ketmoqda. Mana ko'rishlaringiz mumkin, Fartida mana bu mebelning ostiga svet, ikkita rozetka, bitta включатель. Bu yerda ham ikkita rozetka. Vitishka uchun rozetka va gaz uchun rozetka. Xo'p. Ishlash uchun mana bu yerda ikki dona rozetkamiz bor. Pastda mana bu yerda ikki dona rozetka bor va TV uchun mana ishlaringiz mumkin. Va tepasida konditsioner uchun rozetkamiz bor. Bu yerda bitta rozetka, ikkita включатель, bitta kichkina lustracha qo'yganmiz va to'rtta burchadan galagen qo'ydik. Hop, galagen o'rnatilishiga e'tibor berasizlar. Ikkitalik galagen. Buning egasi 2 dona bo'lsin degan, 4 dona bo'lsin deganlarga shunaqa fazon olib keldik. Ugldan 30 cm qochirib, tomondan ham har tomonni. Agar buni uglga qo'yib qo'yganimizda faraz qilib ko'ringlar, mana uglga bo'lib qolsa, mana shu qo'yilgan galagen mana shu uglga bo'lib qolsa, xunuk ko'rindi men uchun, to'g'risi. Keyin maslahat berdim. Aka dedim, mana shunaqa variantda qo'yib beraman dedim. Hali teshilmagan, o'yilmagan edi, to'g'risi. Mana shu variantda qo'ydik. Mana Xudo xohlasa biz kutgan effekt bo'ldi. Yomon emas. Bizga включателlarimizni ham manaqa ikkita отдельный ramkali qilib qo'ydik. Solid firmasidan. Juda ham ajoyib. Oxirgi kunlarda faqat shundan qo'yapman. Ancha zo'r, sifatiga gap yo'q. Zo'r. Narxi ham atagan. Chotki 16 ming so'm, 17 ming so'm donasi. Xo'p, TV. 3 ta rozetka, bitta internet. Konditsioner rozetkasi bor va konditsioner bu yerda teshigini ham qoldirib ketganmiz. Xo'p. Ishlarimiz shu tarzda ketmoqda. Montajimiz bez korobka ishlatib o'taman. Mana hali bu yerga oboy yopishtirgandan keyin bularni teraman. Hozircha mana shu ishlar ketmoqda. Lustrachamiz ham необычный такой. Bo'ldi. Oboyga ham gap yo'q. Xo'p, hozircha ishlarimiz jarayonda. Bitgandan keyin Xudo xohlasa yana ko'rsatishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Obuna bo'lib qo'yib, podpiska bosib, like bosishni unutmanglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.